To'y qachon? Aka, assalomu alaykum. Bahor restorani qayerda bilmaysizmi? Yaqinda to'yxona gaplashgan kelgandim. Tepaga qara. Nima deb yozilgan? Bahor? Qishdan keyin kelar bahor. Bu o'sha mashhur bahor. Bu yerda bo'lar to'y, nahor. Yurmayman Abduqahhor. Ukajonim, qanday shart-sharoit, bu gaplarim senga oid. Bu yerda bo'lar to'y, tomosha, banket, tug'ilgan kun, xullas hamma narsa. Leonardo DiCaprio bilan Shakiraning to'yi shetda bo'lishi kerak bo'lgan. Nimaga bo'lmagan? Mana PKMni bilib qolganda bu. Ey Nargiza, vilkaga stol qo'yib qo'yinglar. Aka, bu narx-navolar qanday? Narx-navolar bizda bunday. Shunday kelasanda biz bilan gaplashasan, keyin to'ying kuni kelasan, shunday o'tirasan, o'ynaysan, kulasan, ketasan. Qolgan ishni hammasini biz qilamiz. San'atkorlarni, оформленияni, dasturxondagi noz-ne'matlarni, kortej, love story, fotograf, videograf hammasini o'zimiz qilib beramiz. Kelinni-chi, kelinni ham qilib berasizlarmi? Sen jinnimisan? Men aytganga uylanasanmi? Akajon, rahmat. To'yni shu yerda o'tkazaman. Bo'ldi, xizmatdami? To'xtang, manzil qayerda? Mehmonlarga nima deyman? Manzilmi? Westminster universiteti bilan mana yerdagi forumni o'rtasida joylashgan. Rahmat aka. Aka, men to'yim nima bo'ldi? Tezroq kedayim millamasdan joylar qolmayapti. Sezon boshlandi.